O'zim bo'yadim. Ijod qilib. Prinsessani bo'yadim. Endi kraskalarni hozir kesamiz. Ikkita-ikkitadan qilib. Shunaqa maza qilib bo'yadim, to'g'risini aytsam. Uy ishlaridan dam olish uchun ham qanaqadir hobbi, nimadir kerak deyishadi-yu. Endi o'zbekchilikda bunaqa art terapiyalarga, yana boshqa narsalarga bora olmaydi odam. Shuning uchun o'ziga arzonchi variant bo'lsa ham deb qidiradi-yu. O'shandan bo'yadim. Sizlar nima fikrdasizlar? Charchog'inglarni qanaqa qilib chiqarasizlar, qizlar? Ranglarni qaranglar, chiroyliligini.